Assalomu alaykum do'stlar, muxlislar, podpisчиклар, jentlmenlar. Zo'r havo, ha? Ishdan yaxshimizmi? Sog' salomat yuribmizmi? Shukr, zo'r. Nelar kelding bizani? Biz bugun tandirchiga keldik. O'zimizning Xiva qurug'idan bir 5 kilometr yursak tandirchini Qarag'onda ham to'yxonasi bor. To'yxonada bir hovli joyimiz chiqdi, ikki etajli zo'r masjidda joylashgan. Kvadrati 207 kvadrat metrda joylashgan. Shu to'yxonamizdan chapa yo'l bor. Shu chapa yo'ldan kirib ketamiz. Bir 300-400 metr yursak, hovli joyimizga yetib boramiz. Maktabdan, bog'chadan, magazindan hech qanday problema yo'q. Yana yonboshimiz butun magazin. 300 ham yuriydi bu yerda, ha? 300 marshrut yuradi. Damazmi, avtobusmi, 4000 so'm bilan Dekkan bozordan keladi. Suhrab keldikmi obyektga? Ha, xudo xolasa obyektga keldik. Qancha ekan bu razmer? Bu tandirchidagi uyimiz 205 kvadratda joylashgan, общий yer maydoni. Joyimizning qurilish maydonasi 147 kvadrat metr. Ko'cha fasadlariga keladigan bo'lsak, Rustam ozgina travertini ochib bersa, cho'tki 2 etajli joyimiz bo'ladi. Yana chap tomonda gaz o'chiruvchilarimiz joylashgan, o'ng tarafda svet o'chiruvchilarimiz joylashgan, balkonlarga hech kimga kinalik qo'yilmagan. Ikkinchi etajdan tuzilgan polni chiqib dursa bo'ladi. Zeleniy zona bor ekan, ha? Davlat kichkinagina zeleniy zonachasi bor. Yana xolasa 2 mashina sig'adi. Seketilgan, ha? Savas tashkilasi bo'lgan. Bir fasati bo'lmagan. Fasatini komishlar bilan kelishilgan holda essa bo'ladi uni bir qismida. Asa ichi bilan tanishtirib o'tamiz. Tanishtirib o'tsak, Rustam. Ketdik. Bismillahirrohmanirrohim do'stlar. Hamma nasib qilsin shunday jalada yashab o'tirish. Oh, daloncha bu yer, ha? Bu yer daloni. Laminat döşelgen, ha? Laminat döşelgen. Bir de avtomat şu çıktı, her bir kanal dinli. Her bir kanalını dinli. Razmeni çekeyim yerine. Yerine razmenine gelen Musa Rustan'a 3.95. Sağ. Çınarlı. O boylara mı vurulgan bir de, ha? Boylara vurulgan. Muyuşi. Dalagiler lampiçkaları kıstırılgan. Patologu natijnoy. Yere bir ugalık koy beş ettin, ha? Bir ugalık koysa, geometrize koyalım mesleler bayna. Montajı bitken, razmetçeleri var. İnternete mi ötken eken, ha? Wi-Fi, Japon. İnternette Wi-Fi annesi var. Tak, neçe kanal var bu yine bize de? Dalağımızdan doğru girelim olsak, bir yere ıspanı, zal etsem. Yaki zal okşayım, ha? Ben patologlarından göstereyim. Natijnoy tartılgan bir, ha? İsal. Pasvetkeler bile. Pasvetkeler bile. Akoplastikte koyulgan registrlar var eken. Registrlar koyulgan. Aynalar ayna plastik. Baktaman karat tutuşuydu, ha? Bu kanamızın aynası bak tarafa karalan. Ya dostlar. Neçe eken bunun razmeri? Birinin razmeri 5'e 3.90. Boladı. Eşiklere itibar verdim ben. Zakazın eşikleri eken bu ya. Zakazın eşikten koyulan. İyi. Kıymat ile. Prosto eşik edemez. İsap. Bu zalı. Damkalarımız. Bir yana geleden olsa birimiz kokmuyor. Aha. Bir de bu joyimizning hamma narsasi ketadi, pustoy holida topshiriladi, sotiladi. Birimiz yana kuxnyani patologi Plita bilan bostirilgan. Plita bilan bostirilgan. Eshiklarimiz shu taqta eshikdan zamonaviy. Shpaklovkadan chiqqan ekan, ha? Shpaklovkadan chiqqan, oynalarimiz bog' tarafiga qarab turibdi bu yerniki. İsap. Bedayna registrlari bor. Ya dostlar, bağım yaman az ketdi razmerden. Daraxtdagi bir şey ham beri. Odim ulug' ekan. To'q boqib turibdi ya dostlar. Qaratlarimiz ham bayna Efir. Двухконтурный котел. Berimiz Rustam'a atshada yo'q. Birinchi etaj polni 100% teplый pol. Topli pol bo'lgan bu yerda. Bu yer kuxnya emas. Bağım taraf bize de sanuz oluşur, ha? Kuxnyadan chiqib o'ngaylansak, sanuzilimiz. Berimiz yana Allohda deni, dushovoy. Patologlarimiz natijnoy. Issiq sovuq suvlarimiz kelib turibdi. İsap. Eshiklarimiz taqta eshikdan. Tayyor. Aristollarimiz bor. Bu yer tuvaleti oluşur, ha? Hacatxonasi. Yonboshidagi xona ham hojatxonasi, bu отдельный, ichida emas. Bu ham patologacha kafe, patolog natijnoy. Tartılgan ekan, ha? Issiq sovuq suvlari kelib turibdi. İsap. Suvdan muammosi yo'q. Tak, keyin xonamiz bize de. Bu yerda zalning yonboshida yana Zal yoki spalni bir, ha? bu yer spalniy. Spalniyimizning oynasi yo'l tarafiga qaragan. Oynalarimiz plastik akvariumlardan. Setkalar qo'yilgan ekan, ha? Otoplenlarimiz o'tgan, registrlar bor.
Bu yer ham shu oddiy fon bo'lgan, ozgina fon bersa. Razmeri necha ekan bu yer? Bu yerning razmeri 350 ga 5. Hisob bo'ladi. Pollari laminat bo'lgan bu yerning. Taxta eshiklari. Birinchi etajimizda bir dona zal, bir dona dolab, bir spalniyasi bor. Samozyollar bilan hojatxonasi dinna joylashgan, keyin kuxnyamiz bor. Общий xonasi 4 xona birinchi etajda. Endi ikkinchi etaj bilan tanishtiradigan bo'lsak, Ruslana, ikkinchi etajga chiqarishda yana 2 dona svetnikimiz bor, pro degan. Zinalarimiz quyma beton. Hisob. Yana do'stlar, xudo xolasa yuqori ham chiqdik. 10 tarafda bizda spalni o'xshaydi. Beramiz spalni. Razmeri necha ekan bu yerning bu xonani? Bu yerning razmeri Ruslana 385. Bu yerning patologi gipsokardon bo'lgan. Devorlari shpakovkadan chiqib turibdi, bir qator fon bersa bo'ldi patologini shpakovka urib. Laminat. Tok qo'yilgan, konditsioner uchun. Konditsioner uchun qo'yilgan. Oynalarimiz yana bu yerniki yo'l tarafga qaragan. Balkon ham bor ekan, ha? Ochib ekani? Hisob ya. Ochib qo'yasan, toza havo kirib turaveradigan do'stlar. Gap bo'lishi mumkin emas ekan. Balkonchikadan qanotlarimiz. Qani do'stlar, davom qildiramiz. Ikkinchi qavatning birinchi xonasi bu. Tushundingmi? Chiqaverishda do'stlar, bizda do'rimizda ikkinchi xonamiz. İkinci xonamiz bu bizda zal bo'ladi. Taxlamin deb degan skladovka hisobida ishlatib turibdilar. Doğrumu? Evet, yerimiz aslında razmeri necha ekan bu? Bu yerning razmeri 5 ga 390. Bo'ladi. Zalimiz. Shunday holatda. Evet, bu yer bitta qarashga dedim. Bo'ladi. Shpakovka fon bersa çok. Keyin xona o'tamiz. Uchinchi xonamiz. Bu yer ham spalniy xona, ha? Evet, bu yerimiz spalniy. Uchinchi xonamiz. Bu yerning patologlari gipsokardon bo'lgan, shpakovka urib fon bersa çok bo'ladi. Ya bağından gözet bilamiz ya dostlar, ya shunday holatda. Bu bizda 3-xonamiz, ha? Evet. Bu samozyol ikkinchi etajniki, отдельный. Bu yer ham shu просто suvog'dan chiqib turibdi. Suv turbalari kelgan. Ikki xil bo'lib olgan ekan, ha? Evet. Shunday holatda. Bu yerimiz samozyol bilan bu yerning ikkinchi etajning koridori to'pli pol bo'lgan. Bu yer ham kuzada qishni kuni. Oxirgi xonamiz. Oxirgi xonamizga keladigan bo'lsak, bu yerimiz spalniya, ikki zal. Zal ham bo'ladi, spalniya ham bo'ladi. Pasi bilan bir o'xshaydi razmerlar. Evet, pasi bilan razmer 1. Bu yerning razmeriga keladigan bo'lsak, 5 ga 350. Ya do'stlar, shunday holatda zalimiz. Yomon emas, shpakovkadan chiqqan bu yer. Fon yoki bu 5 kerak. Nima deydi? Oboy ursa cho'tki bo'ladi. Eshikda qo'yilgan. Eshiklari taxta eshik. Bunda ikkinchi qavatda bizda 4 ta xonasi bor ekan, bir san uzyol. Tushundingmi? Evet. 4 xona samozyol bor. Taqlidon ishlari bor ekan do'stlar, gapiramiz. Razgina rasxod. Ozgina bir 50 so'm 60 so'm sursa, ikkinchi etaj ham tayyor. Mana do'stlar. Endi do'stlar bir qator tanishtirib ko'rsatib o'tdik. Havoja gap bo'lishi mumkin emas. Почти 80-90% bitgan. Yuqorgi etajda ozgina taqlandiq ishlari bor ekan do'stlar. To'g'rimi? Evet, doğru. Dokumentlar taqmagan. Dokument tayyor. Tekshirdingmi? Oladigan odam bo'lsa, bemalol tekshirtirib, notariusning ichida pulini tashlashi mumkin. Gazdan, svetdan, suvdan muammo yo'q ekan. Gaz, svet, suv, bog'cha, maktab, marshrutdan hech nimadan muammo yo'q. Eshikni oldidan chegaradi marshut, 300 marshut turimiz yuradi. Dekkan bozordan o'sha ko'chani oldidan o'tadi 300 damazimiz. 4000 so'm bilan keladi. Turibdi, shuning uchun sotib olib qo'ydi. Avval 600 million deb chiqargan, hozirda arzonlashtirildi. 580 million deb turibdi, yana kelishiladigan yeri bor. Kimdir shu joyimizga aytgan bo'lsa, bemalol ekran ostida nomerlari bog'lanib, kelishib sodalashib olarsiz. Keyingi video yuklanishda shuncha xayr, sog' salomat bo'linglar do'stlar. Пока.